Axir boradigan joyim bo'lmasa, ajrashib qayoqqa boraman? Ota-onam ham olamdan o'tib ketishgan. Akamnikiga borsam, Kennoyim meni necha kun sig'dirarkin? Malikaxonga havasiz kelmay qo'ya qolsin. Menimcha Shohruxjon bilan Malikaxonning oilalari tinch emas. Xotin bo'lib turib eringizni qayoqqa chiqib ketganini bilmaysizmi? O'g'lingizni fe'llarini bilasiz-ku. Menga aytarmidilar. Kelsa, o'zim gaplashaman. Endi o'zim uchun yashamoqchiman. Shunaqa degan. Bunaqa chiroyli kiyim olib qayerga ketyapsan? Assalomu alaykum. To'xta. Qattiq yursan shu paytgacha. Ha, shunaqa. Qara qayerga ketyapsan? Shu yoqqa. Nima qilasiz? Qayerga ketyapsan dedim senga. Aka nima qilasiz? Menga qara kimsan sen? Nima aralashyapsan? Aka men taksisman. Bor, kuyoving shiqillat bo'lmasa. Shohruh aka, yuring oshxonaga. Nonushta tayyor. Siz yaxshi ko'radigan birinchi pishirdim. Og'a. Nima endi menga yoqish uchun birinchiklari pishirib boshqa yo'lini topolmading menga yoqish. Men nima qildim axir? Nima sababdan bunaqa deyapsiz? Sababini necha marta aytishim kerak senga? Yana. Yoqmaysan, bo'ldi, shu sababi. Xullas bo'ldi. Keyin asabimni buzmagin. Ajrimga ariza beraman, qo'l qo'yib bersangiz bo'ldi. Jin ursin. Ha, Shohruh tinchlikmi? O'zi shunaqa. Ertalabdan kayfiyating buzilgandan keyin kuni bo'yi kuning shunaqa o'tadi. Turibman, boshimni qashib, endi kechgacha shunaqa rasvoyi raddi balo kayfiyatda yurishimga to'g'ri keldi. Bo'ldi, asabiylashmagin. Hozir. Oz qoldi. Yordam beraverim hozir. Nima bo'lyapti o'zi? Unda yorilsang-chi, gapir. Unda gapirgin. Gapirsang unda yengil tortasan. Kelin bola nimadir deb asabingga tegdimi? U asabimga tegish uchun gapirishi ham shart emas. Ko'rsam asabim buziladi. O'zi shunaqa holatda ko'chaga chiqishimga sababchi bo'lgan ham Malika. O'zimga qolsa Malikaga umuman uylanmagan bo'laman. Shunga uylanasan, aqlli qiz, men topgan qiz, uyim joyim deydigan qiz deb oyoqlarini tirab turib oldim. Xotinini hech ham yoqtira olmayotgan onasini qistovi bilan uylangan har narsa yomonlikka xotinini sababchi qilib ko'rsataveradi. Shunda endi ajrashaman, boshqa chidolmayman deydi. Hamma baloni sababi xotinim deganida og'aynisi esing joydami? Ajrashish senga oila o'yinchoq bo'libdimi? Qancha yil birga yashadinglar axir. Endi ajrashishga yo'q, bunday qilma og'ayni. Hayot senga o'yinchoq emas. deydi, yaxshi maslahat berishga urinadi. Ammo og'aynisining vajohati buni aslo quloqlari eshitmaganini ko'rib, attang deb qo'ya qoladi og'aynisi. Yo'q, xotining menga hech kim emas. Tanimayman ham. Shunchaki u ham kimnidir singlisi, kimnidir farzandi, kimnidir arzandasi. Meni ham singlim bor. Agar kimdir singlimga shunaqa qilsa, qarab o'tirmasdim. Mening xotinimni ota-onasi o'lib ketgan. Bitta akasi bor, u ham o'zidan ortmaydi. Aralashganda hamchi qarab o'tirmayman. Meni kallam bor, o'zim hal qilaman o'z hayotimni, deydi katta ketib og'ayni. O'zi nega senga aytib o'tiribman, bo'l, ishingni qil, dedi-da, xonadan chiqib ketadi. Qati, ajrashamiz. Shuni Nimalar deyapsiz Shohruh aka? Buncha shu gapga yopishib oldingiz. Axir boradigan joyim bo'lmasa, ajrashib qayoqqa boraman? Hali shunganida. O'rta ijaraga uy topasanmi, o'zim yordamlashib turaman. Akang uyiga agar sig'maydigan bo'lsang. Sizga nima yomonlik qildim o'zi hayronman. Sen menga yomonlik qilmagansan. Hattoki ba'zi ayollarga o'xshab janjal ko'tarib, urush janjal qilib, asabingga ham tegmagansan. Senga tushuntirib bera olmayapman. Yashashni istamayman sen bilan. Yoki hayotingizda boshqa ayol bormi?
Yo'q, hech qanday ayol yo'q. Shunchaki sen menga yoqmaysan. Tamom. Nima endi shu gapimdan keyin yashayverasanmi? Ozgina bir uyalsang bo'lardi. G'urur degan narsa bormi senda? Bo'pti, men aylanib kelaman. Kelgunimcha yo'q bo'lsang yaxshi bo'lardi, dedi-da er suhbatni yakunlaydi. Endi turmushim nima bo'ladi? Axir yaxshi niyatlar bilan turmush qurgandim. Yaxshi bir yo'ldosh bo'lish uchun qo'limdan kelganicha harakat qilyapman. Qayerga boraman? Ota-onam ham olamdan o'tib ketishgan. Akamnikiga borsam, kennoyi meni necha kun sig'dirarkin. Oyoqlarim uzilib ketdi. Qo'limdagini oling. Voy oyijon, nimani olib yuribsiz ovora bo'lsa? Ovorasi bormi? Siz mehmonxonaga kirib turingmi hozir? Mayli, xo'p. O'tirib oldingiz, yuqoriga chiqing. Qo'yavering qizim, o'zi zo'rg'a shu yerga yetib keldim. Qani, kelin. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? O'zingiz yaxshi keldingizmi? Mana ko'rdingiz-ku. Bir amallab yetib kelib oldim. Ha, aytganday o'g'lim Shohruh qani? Ko'rinmaydi, uyda emasmidi? Dedi qaynona. Bilmadim. Qayergadir chiqib ketdilar. Qayoqqa chiqib ketadi? Bilmadim. Qizim, xotin bo'lib turib eringizni qayoqqa chiqib ketganini bilmaysizmi? O'g'lingizni fe'llarini bilasiz-ku. Menga aytarmidilar. O'zi yaxshi bo'ldi kelganingiz oyijon. Sizga aytadigan gapim bor edi. Nima gap, tinchlikmi? O'g'lingiz men bilan ajrashmoqchilar. Nima? Ajrashmoqchi? Tavba. O'zi tinchlikmi kelin? Nima bo'ldi? Bilmasam, ularga yoqmay qolibman, deganida qaynona hayron. Nima, shuncha yashab yoqqan, endi yoqmay qoldingizmi? Buni boshqa bir sababi yo'qmi ish qilib? Deydi qaynona ajablanib. Oyijon, bilaman, Shohrux akimga ham qiyin. Ko'ngli yo'q inson bilan yashash aslida. Ularni ayblamoqchi emasman, lekin urushlardan, jerkishlardan charchadim o'zim ham to'g'risi, deydi bezovtalanib kelin. Ha, shunaqami? Hali kesin Shohrux, men o'zim gaplashib qo'yaman. Siz bilan bir hiyla qilamiz. Hali shoshmay tursin. Ajrasharmish, deydi qaynona. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Nima edi? Yaxshi keldimmi, yomon keldimmi, senga nima? Yaxshi gap tushunmasanmi? Mazanga yetdim, ketgandim. Qarayam o'tdasan. Nima ketmayapsan? Ket degandan keyin ketish kerakmi, ha? Oyijon, assalomu alaykum. Kelganingiz bilmay qolmang, qarang. Kelganimni sezmabsan. Lekin meni ko'nglim seni uyingda nima ishlar bo'layotganini sezing keldim. Shuncha yil xotining bilan yashab, endi yoqmay qoldimi? Tufsasiqqa chiqib qoldimi, ha? Oyi, Nima? o'zimni hayotimni o'zim hal qilay, aralashmang. Qarang-a, katta odam bo'lganligingni bilibsan-u, aqling haliyam yosh bolani aqli ekanligini tushunmabsan-da, ha? Kelin, siz ishlaringizni qilavering. Bora. Tosh oldimga. Ketmish, ha? Hoy bola, menga qara. Tinchlikmi, ajrashamanga tushib qolibsan? Ha, nima? Xotining yoqmay qoldimi endi, a? Yoki u bu kimni topganing bormi ilashib? Bir suyuq oyoqni to'g'risini ayt menga, dedi jahl qilib. Oyi, hayotimda hech kim yo'q. Shunchaki o'zingiz zo'rlab uylantirdingiz. Mana siz uchun shuncha payt yashadim. Endi nima qilay? O'zimni zo'rlab yashagim kelmayapti. Men ham o'zim uchun yashagim kelyapti, oyi. Meni to'g'ri tushuning. Ha, endi nima menga jahl qilib ajrashmoqchimisan? Birovni guldek qizini-ya? Yig'ishtir bunaqa gaplaringni, deydi ona jahl qilib. Akasini o'zini oilasi bo'lsa, haydab yuborgandan keyin nechga sig'adi uyiga? Ajrashni xayolingdan chiqarib tasha, bildingmi? Tamam. Uylansang yoqib qoladi dedingiz. Mana uylandim, yoqmadi-yu. Endi nima qilay, oyi? Ha, o'zim yoqtirmagan odam bilan qanaqa yashayman? Ko'chada yigit talashib, ko'zlarini ko'kartirib, kerak bo'lsa yigitlar bilan bitta bassenda cho'milgan qizlar yoqadimi? Ha?
Ko'rdim bittasini telefonda. Sanga shunaqangi qizlar yoqadi, to'g'rimi? Qayosi yo'q. Ya men hayronman. Men bir narsaga tushunmayman. Nimaga soddagina kelinimni mensimaysan? A? To'g'ri, oyi, Saramjon sarishta, u pazanda, lekin aytadi-ku, sizlarda vkus deydigan narsa bo'ladi-yu. Xullas, meni vkusimdagi emasda, oyi, to'g'ri tushuning, deydi bola Bo'lish yana. uchun qo'limdan kelgancha harakat qildim. Atroflarda doim parvona bo'ldim. Bitta gaplarnikida qilmadim. Lekin shunda ham baribir ajrashamanga tushib qoldilar. O'zi sizlarni alohida chiqarib xato qildimmi deymanda. Mana jilovini qo'yib yuborib, qo'ldan ketkazdikmi deymanda. O'zim bo'lganda nazorat qilib turardim. Bu darajaga yetib kelmasmidi? Bu bolaga nima bo'lyapti? Tushunmayapman. Har qanday vaziyatda ham baribir ular ajrashamanga tushardilar. Chunki ular doim menga seni oyim topgandirdilar. Haqiqatdan ham. Xotining bilan ajrashasanmi? Ha, oyi, ajrashaman. Kelin, sizchi? Siz ajrashasizmi? Mayli oyijon, ajrashsam ajrashaveraman. Nechu rozi bo'lib qoldi. Ajrashinglar. Lekin bitta shartim bor. Ajrashguningcha xotining shu yerda yashaydi. Oyi, qo'ysizchi, bu yerda yashab nima qiladi yoki nima o'sha ajrashguncha yashab tursa bir-biriga mehr uyg'onib qolar demoqchi bo'layotgan bo'lsangiz adashasiz. Ey bola, meni gapim gap bitta. Ajrashguncha sudni qarori chiqquncha shu yerda yashaydi. Sudni qarori chiqqach men kelinimni qishloqqa olib ketaman deganida yigit, bu qishloqda nima qiladi?" deydi hayron boqib. Qishloqda nima ko'p? Xotini o'lgan, xotini yo'qlar ko'p. Bironta yaxshisini tanlab, uylantirib, erga berib yuboraman desa, "Mayli, menga farqi yo'q. Unda ajrashishni tezlashtiraman" deydi-da, o'rnidan turib ketadi yigit. Qiz dugonasi bilan maslahat soladi. Dugonasi bu rejada unga yordam berishga va'da beradi va tartibda ko'rsatilgandek qanday aytsa shunday amal qilishligini o'rgatishadi. Unga juda ham chiroyli liboslar xarid qilishadi va dugonasining yordami bilan xullas kelin keyingi etapga, rejaga, qaynonasining rejasiga o'tadi. O'zgarib ketibsanmi? Ha, o'zgardim. Endi o'zim uchun yashamoqchiman. Shunaqa degan. Bunaqa chiroyli kiyim olib qayerga ketyapsan? Ish gaplashgandim. Bugundan ishga kirmoqchiman. To'g'risini kim uchun unaqa yasanib chiqib ketyapsan? Ha? Sizga nima farqi bor? Bizlar baribir ajrashamiz-ku. Erim rosa hayratda. Hayratda qoladi-da. O'zgarganda ham yomon ham o'zgardi. Oldingi malikadan asar ham qolmabdi. Bu ishni o'zi ancha oldin qilishim kerak ekan. Assalomu alaykum. To'xta. Qattiq yursan shu paytgacha. Restoranda edim. Shundan. Restoran? Kim bilan bording restoranga? Sizga nima? Alo. Ha, uyga yetib keldim. Xotiraman. Bugungi kunimiz chiroyli o'tdi. Ertaga ham ko'rishamizmi? O'sha joyda ko'rishamiz, xo'p? Ertaga boraman. Ha, shunaqa. Xo'p. Kim bilan gaplashding? Sizga nima? Shohruh, qara. Mana bu birinchi qatorni, mana shu raqamni birinchi Qulog'iga hech narsa kirmayotgan og'aynisiga qarab, "Shohruh, nima? Xayoling joyida emasmi? Kimni o'ylayapsan? Nima haqida? Nima bo'lyapti senga?" deydi. "Malikani o'ylayapman-da", deydi. "Xotining Malikanimi?" deganda, "Ha, nima, yana ajrashmayman deb to'polon qildimi?" deydi. "Yo'q, aksincha, ajrashishga ham ko'ndi, uni ustiga beparvo bo'lib qoldi" deganida, "Yaxshi-ku, senga beparvo bo'lsa, ana bemalol ajrashib endi ozod qush bo'larkansan-da" desa, to'g'ri-ku-ya, lekin uni bo'yanishi, o'ziga qarab yurishi, oldinlari ajrashamiz ham yig'lab o'tirardi, hozir men bilan ishi ham yo'q, qandaydir boshqacha bo'lib o'zgarib qoldi-da og'ayni, shunga o'ylanib qoldim" deydi afsuslanib yigit.
kim bilandir telefonda tinmasdan gaplashadigan odat chiqargan. O'shayotganda uni baxtiyor chehrasida ko'rib hayron qolaman. Birortasini topib olgandir. Nima deyapsan? Og'zingga qarab gapir. Yo'q, ol. Hamma o'zingda. Boshida o'ylash kerak edi bu narsani. O'zi mana borganman. Uzr, kechiring. Kech qoldim. Mana hozir 5 minutda oldingizda bo'laman, ha? Qayerga ketyapsan yasan? Iltimos, meni tinch qo'ying. E'tiboring uchun men seni eringman deganda qiz er xotin bo'lib yashamayotganimizga ham biroz kun bo'lib qoldi. Qolaversa 2 kundan keyin sud. Meni tinch qo'ying, yaxshi qoling deydi-da, o'girilib ketadi. Qara qayerga ketyapsan? Shu yoqqa. Nima qilasiz? Qayerga ketyapsan dedim senga. Aka nima qilyapsiz? Menga qara, kimsan sen? Nima aralashyapsan? Aka men taksisman. Bor, kuyoving shiqillat bo'lmasa. O'tir yonimda. Bu nima qilganingiz? G'ururim bilan o'ylashmagin. Siz uchun menga nimasi yoqmayapti? Sen o'zingni tutishing, befarqliging, o'zingcha mustaqil bo'lib, jasan tusan qayoligadir ketishlaring hech qaysi yoqmayapti. Tushunding? Qara, to'g'risini ayt. O'lib turganmiding? Ha? Ro'pasda kimni topib olding? Gapir. Jonimga tegdi meni ham hammasi. Nima joningga tegdi? Bu rolni o'ynash jonimga tegdi. Qanaqa rol? Keyin xotin hamma qaynonasining hiylalarini Nimaga tushun? shunga kelishganligini va shu asnosida rol o'ynayotganini aytdi. Siz ertadan boshlab sodda, jabrdiyda ayoldan zamonaviy, o'ziga ishongan ayolga aylanasiz. Ha, qizim? Yetib oldingizmi? Ha, uyga yetib keldim. Xotiramen. Ha, yaxshi, mayli. Ha, nimasini aytasiz? Bugungi kunimiz chiroyli o'tdi. Ha. Ertalab vaqtli turib meni aytganlarimni qilib kelaylik. Mayli, ertaga yana o'sha joyda ko'rishamiz, xo'p? Ertaga boraman. Ko'chaga chiqishdan oldin ortdan o'zingizga qarashingiz esingizdan chiqmasin. Yoningizdami deyman, Shohruh? Ha, shunaqa. Bo'lmasa men bilan gaplashayotganingizni bilmasin. Uni yuragiga g'ulg'ula solib qo'ying. To'g'ri, Oyjon oldiga boraman. Oyjon bilan gaplashib o'tirib, kechgacha xizmatlarni qilib, uyga qaytib kelaman. Men nima qilgan bo'lsam, oilamni saqlab qolish uchun qildim. Keyin Malika, shu narsalar hammasini to'xtataylik. Mayli. Nima ham derdim? Ajrashsak ajrashaveramiz. Ajrashish emas. Yarashishni nazarda tutdim. Nima? Men ahmoq bilmayman. Nima jin urib qadringga yetmagan ekanman. Oyim majburlab uylantirganlariga o'zimcha oyimga achchiq qildimmi bilmayman. Seni yo'qotishdan qo'rqib ketdim. Malika, menga oldingidek mehribon bo'lishingni, shirin tabassumlar bilan kutib olishingni xohlayman. O'z holingga qaytishingni juda istayapman. Ana aytgandim-ku qizim, boshi devorga taq etib tekkanda keyin aqli kiradi degandim. Shu o'rinda aziz qaynonajonlar, o'g'lingiz, qizingizning hayoti yaxshi bilanib ketishi uchun sizda turgan juda katta sir bor. Albatta, farzandingiz baxtiga befarq bo'lmanglar. Sizdan bunaqa pishiq, puxta reja chiqadi deb o'ylamagandim. Nima qilishim kerak edi o'g'lim? Oilangni buzilishiga jin tomoshabin bo'lib qarab turishim kerakmidi? Sen xohlagandek o'ziga ishongan bir jiddiy ayolga aylandi. Xo'sh, nima bo'ldi? O'zi ham senga yoqmadi. Ha, oya. Haqiqatdan ham men xato qilganimni tushunib yetdim. Shohrux aka, agar siz xohlasangiz, oilamizni saqlab qolish uchun yana men o'shanaqa shaddod, sho'x zamonaviy ayolga aylanaman. Yo'q, kerak emas. Menga shundoq ham shunaqa sodda, muloyim Malikani o'zi yetadi. To'g'rimi? Mana endi aqling kiribdi. Ilohim ikkovlaring ham qo'sha qaranglar. Qo'shaloq farzandlar bersin. Baxtlaringga, taxtlaringga hech qachon ko'z tegmasin. Allohu akbar.